Bu safar ham kir moshina haqida bo'ladi. Mana qo'limda ko'rib turibsiz folga qog'ozi. Folga qog'ozidan foydalanib qanday qilib kirlarimizni toza, paxmoqroq qilib va mashinamizga kuchlanish bermasdan yuvish mumkin. Ko'plarimiz bundan foydalanamiz folga qog'ozdan, lekin ko'plarimiz buni bilmaymiz. Shunday ekan manfaatli bo'ladi deb umid qilaman. Bu videoni oxirigacha ko'ring. Demak, folga qog'ozi vazifasi nima? Bu bilasiz alyumin. Hozir sizga tushuntirishga harakat qilaman. Qanday foydalanamiz bundan? Demak, kir solgan paytimizda, kir yuvish jarayonida kir bir-biri bilan ishqalanib, bu yerda ishqalanish orqali statik kuch paydo bo'ladi, ya'ni tok paydo bo'ladi va kirlar bir-biriga yopishib boshlaydi. Ya'ni yopishib qoladi bir-biriga va aylangan paytda kirlar yaxshi yuvilmaydi, yopishib qoladi. Bir tomonga tortadi. Agar bir tomonga tortib ketsa ham, bu keraksa motorga ham kuchlanish beradi, yaxshi yuvilmaydi ham. Buning vazifasi o'sha statik ishqalanish orqali bo'layotgan statik tokni o'ziga olishi. Agar buni yumaloq tuqumday qilib, yumaloq qilib buni ichiga soladigan bo'lsak, barabanga solib qo'yadigan bo'lsak, 2 dona, 3 dona soladigan bo'lsak, kirlarimiz erkinroq yuviladi. Keraksa o'sha kiyimimizda qolib ketgan qilmida, jummida, o'sha bunaqalarda u yaxshi ketadi, suvga yuvib ketadi. Agar bo'lmasa, o'sha qillar ham kiyimga yopishadi. Tok orqali o'sha statik tok hosil bo'lganligi uchun o'sha qil deymizmi, jun deymizmi, kiyimga yopishadi, ketmaydi degani. Buning vazifasi o'sha tokni yo'q qilish, o'ziga olish hisoblanadi va kirlarimiz erkinroq yuvinadi. Soda yaxshi aylanadi, o'sha deylik, o'sha parashogimiz yaxshi eriydi. Buning juda ham katta foydasi bor. Endi ijtimoiy tarmoqqa kirsangiz, ayollar ko'p tushuntirishgan bu haqida, o'sha bunaqa qilib tashlash haqida. Bu yerda ham nyuans bor. Ustoz sifatida bir narsa aytib o'tishim kerak. Ya'ni nyuans salbiy tomoni bor. Qachonki men hozir shuni tushuntiraman sizga, salbiy tomoni qachon. Bu ko'p ishlatib olsak, bular aytishyaptiki, ijtimoiy tarmoqda aytishyaptiki, yarim yillab, keraksa 1 yillab qayta foydalanamiz, ya'ni qayta foydalanamiz deyishyapti. Yo'q, unday emas. Qancha ko'p foydalansak bundan, ya'ni qancha ko'p ishlatsak, deylik, yarim yil olib qo'yib yana qayta solib qo'yib, olib qo'yib yana qayta solaversak, bu alyumin kuchini yo'qotadi-da, parchalana boshlaydi. Parchalanib borib, bu pompa, ya'ni filtrga borib taqaladi. Va bu ya'ni motorga ushlanish keladi, bu zarar degani. Bu aslida bu aytish bo'yicha, ya'ni ijtimoiy tarmoqlarda aytish bo'yicha 10%, lekin men sizga shu narsani yo'q qilish uchun, nolga tushirish uchun, xavfsiz bo'lish uchun aytamanki, 15 marta, 20 marta 2 oyda bir almashtirib turish kerak. Deylik, o'sha tugunchani yasab qo'yamiz. Sizga hozir ko'rsataman. Qanday yasash kerakligini. Kichkina olasiz. O'raysiz va qattiq o'sha mahkam bosish kerak buni. Ezish kerak, yaxshilab. Deylik. Mana siz ko'rsatish kerak. Yumaloq. Iloji boricha qirralar bo'lmasligi kerak. Iloji boricha harakat qiling yumaloq bo'lishiga. Qirralar bo'lmasligiga harakat qiling. Mana. Qattiqroq qisasiz. Solasiz. Buni sekin shoshilmasdan qilsa bo'ladi. Men sizga ko'rsatish uchun tez aniq qilyapman. Tuqumday. Tuqumdan kichikroq, yong'oqdan kattaroq. Mahkam qisish kerak. Iloji boricha qirra bo'lmasligi kerak bunda. Iloji boricha mahkamroq qisib o'sha qirralarni yo'qotish kerak. Qirra bo'lmasligi kerak. Iloji boricha yumaloqroq bo'lishi kerak. Buni e'tibor qiling. Mana shu tugmachalar. Deylik, foydalaning. Men nima uchun unaqa qilyapman? Ular yarim yil, 1 yil ishlatib qaytadan tashlab qo'yasizda, yana qayta olib ishlataverasiz deyapti. Yo'q, men unga qarshiman. 20 marta yuvasiz kirdi. 20 marta yuvganingiz, lekin bu arzimagan pul turadi. Yana qayta tayyorlashingiz mumkin, tayyorlab qo'ysangiz. 20 marta yuvish, ya'ni 2 oyda bir almashtirib turish kerak degan. Undan men sizga ishonch bilan aytamanki, hech qanday kir mashinangizga kuchlanish ham, zarari ham tegmaydi. Albatta siz ham buni amalda qo'llab ko'ring, natijani sezasiz. Bir martayoq sezasiz. Mana hozir 2 ta tayyorladim. Buni 2 ta, 3 ta qilamiz. 2 ta, 3 ta qilib, har kir yuvganda tashlab qo'yasiz. 2 ta, 3 tani. Yana olib qo'yasiz joyiga. Bir 20 marta yuvganingizdan keyin buni yana qayta tashlab olasiz, yana qayta tayyorlaysiz. Bu videoni shu yergacha kelgan bo'lsangiz, shu yergacha ko'rgan bo'lsangiz, yana bitta layfhack o'tib o'taman. Ya'ni arzon variant. Ko'plarimiz parashok olamiz, kapsula olamiz, har xil falon pulga. Bu men aytayotgan variant, ya'ni bu kaptokcha, alyumin kaptokcha. Bu parashokdan ham ekonom qiladi. Albatta ekonom qiladi. Va sizga yana bitta layfhack. Oddiy aspirin 2000 so'm turadi aspirin aptekada.
Aspirinni mana 5-6 tasini faqat oq kiyimlarga, oq dog' bo'lsa, dog'lar tushgan, masalan, terlashda sarg'aygan bo'lsa, hid bo'lsa, oddiy aspirindan foydalanish orqali 4 ta 5 ta sovurasiz oq kiyimlarga. Bu birpasda hidni ham yo'qotadi, sarg'ayishni ham yo'qotadi. Keyin buni eritib solinadi-da, eritib turib solinadi. O'zi solinmaydi, eritib turib solinadi. Keyin yana bitta varianti bor. O'sha 5-6 tasini bitta tog'oraga eritib, tog'oraga masalan o'sha oq kiyimlaringizni ivitib qo'yib, keyin yuvsangiz ham bo'ladi. Variant bor unda ham. Oddiy variant. Foydalanib ko'ring, albatta foydasi tegadi. Bu roligim foydali bo'lgan bo'lsa, manfaatli bo'lgan bo'lsa, albatta like va podpiska bosing. Shunday qiziqarli chiqishlar bilan layf hacklar bilan chiqdim. E'tiborlarga rahmat. Sog' bo'lasizlar.